2025-yil 30-oktyabr kuni nima bo'ladi bilasizmi? 30-oktyabr soat 11:44 da elektr bo'lmaydi, telefonlar ishlamaydi, texnologiyalar to'xtaydi. 2025-yil 30-oktyabr bu kun insoniyat xotirasida qoladi. Chunki o'sha paytda 6.2 milliard odam bir vaqtning o'zida bir xil chastotada titraydi. Bu faqat nazariya emas. Men matematik nuqtai nazardan gapiryapman. Dunyoda yurak rezonansi degan narsa bor, hamda Shuman rezonansi deb ataladi. Eshitganmisiz? 7.83 Gz. Bu tabiiy chastota. Planetalar shu ritmda titraydi. Meditatsiya paytida ham miyangiz shu chastotaga moslashadi. Ya'ni anglamay turib siz olamning ritmi bilan nafas olasiz. Lekin 30-oktyabr kuni bu ritm yo'qoladi. O'sha vaqtda 3 ta katta voqea bir vaqtning o'zida ro'y beradi. Quyosh so'nggi asrlardagi eng faol davrada bo'ladi. Atlas deb atalgan yulduzsimon obyekt Quyoshga eng yaqin nuqtaga yetib boradi. Yerning magnit maydoni